Turklarda ham emas, arablarda ham emas, aynan Yevropada trend bo'lgan bozor rastalarida soatlab navbatda turishga arziydigan bu shirinlikni tayyorlab ko'ramiz. Oshirma xamiri uchun idishga tuxum chaqamiz, suv, dro'ja, shakar aralashtirib olib, un solib xamir qorishda davom etamiz. Yumshab turgan sariyog' solamiz, xamirimizni qorib olib, iliq joyga 40 daqiqaga oshirishga yuboramiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni men 14 bo'lakka bo'lib oldim va suvolalarimizga yana 2 barobar oshirish uchun iliq joyga yuboramiz. Va ustidan bo'lsa tuxumli aralashmamizni suramiz, 180 gradusga 15-20 daqiqaga yuboramiz. Shuni yumshoq bo'lishga bo'larkan tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Kremiga keladigan bo'lsa, men morojniy krem tayyorlab oldim va bulchkalarimizni o'rtasini bo'lib olib, ichiga bo'lsa xohishga ko'ra meva hamda muzqaymoqli kremimizni to'ldiramiz. Ganash albatta xohishingizga ko'ra. Nerealno mazali bo'lar ekan qizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yaqinligiga jo'natib qo'ysanglar, ular ham xursand bo'lishadi.